Assalomu alaykum hurmatli hamkormizlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Polvontoshmi bayt? Yangi hayoti. Yangi hayot ekanmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan Baxtiyor akamiz xonadonlardamiz. Akamiz bilan anchadan beri gaplashardik. Mana avvalo nasib qilib o'zlarining xonadonlariga ham kelib, eshik-romlarni o'rnatib beryapmiz. Bu yerga jami 2 ta rom, 3 ta eshik, bitta fortishka kelgan. Romlarda, eshiklarda razmerlari, shakli bilan tanishtirib o'taman. Birinchi romimiz 2.76 ga, balandligi 1.64 ta ko'zlik, o'rtadan ikkitasi ochiladigan bo'lgan Red Pen Plus 6000 quadro 4 kameralik TPV profilida. Eshigimiz alyumin aldoks 1 Graf firmasiga tegishli, 1.30 ga, balandligi 2.50. Ikki qanotli eshik qo'yib berganmiz. Baxtiyor akamiz talablarga binoan eshikni enini 70 ga qo'yib berganmiz. Yonidagi romimiz 1.50 ga, balandligi 1.60, 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi. Bu ham klientimizning talabiga binoan ochiladigan ko'zini kattaroq qilib berganmiz. Chekkada ko'zlarga nisbatan o'rta ko'zi kattaroq bo'lgan. Keyingi eshigimiz 97 ga, balandligi 2.10. Alyumin aldoks 1 da Graf firmasiga tegishli. Xo'p, eshigimiz balkon qanotda qilingan, ko'rib turibsizlar, shirokiy bo'ladi, 12 sm-lik. Ruchkalari qora alivit, Graf firmasiga tegishli. Rezinkalari SPS bosma rezinadan. Aynalari 2 qavat. Bu eshigimizni bir qavatini yo'diviy, bir qavatini oq gulli qilib berganmiz. Gullini ichkari tomonga paket qilib berganmiz. Ag'adan ham bag'dan ham arkani udobniy bo'lishligi uchun. Eshigimiz ochilib yopilishiga bitta baho berib bersizlar. Juda ham cho'tga ochilib yopiladi. Ko'pchilik bunday qilyapti-ku. Va oxirgi eshigimiz 80 ga, balandligi 2 metr. Bu eshigimizni besparvoy qilib berganmiz. Klientimizning talabiga binoan bu eshigimizni joyi hali tayyor emas, o'zlari qo'yishib oladigan bo'ldi. Buni ham 2 qavat qilib oqqa oq gullik, yo'diviga oq gullik paket qilib berganmiz. Va bir dona forchkamiz bor, 50 ga 40. Biz bo'lmasam keyingi xonani bir qator abzallarni ko'rsatib beramiz. Uch qanotli eshigimiz. Ochilib yopilishiga bitta baho berasizlar buni ham. Juda ham cho'tga ochilib yopiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Podagoniga qo'yib berganmiz. Xo'p, 35 lik, oldiga 4 sm, ikki bokoviga 5 sm dan chiqarib berganmiz. Maza qiladigan joyi. Xo'p, o'kinning ruchkalari ko'rib turibsizlar, Roto Slimdan qo'yilgan, ko'rinishi bagadiga ancha cho'tki chiqadi. Ochilib yopilishlari ham, ishlashlari ham o'ta yumshoq bo'ladi. Har bitta ochilishimizga sulujni mexanizm qo'yib berganmiz. Sulujni mexanizmimiz Akpen firmasiga tegishli. Xo'p, bu romimizda ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Ikkovi ham sulujni mexanizm, podagonik, xullas ponni full holatda bitkizilgan. Akamizga ofshi olib kelib o'rnatilishi kafolati garantiyalari bilan 13 million 500 ming so'mga tushdi. Eshikka kim nima desa-desanu, agar cho'ntak ko'tarmasa, ochiq gapirish kerak, termo qo'ydiring. Agar cho'ntak ko'tarmasa, alyumin balkon profilda eshik qo'ydiring. Oddiy qanot ham bunaqa panorama holatda vaqtga kelib tashlaydi. To'g'ri, endi oddiy qanotga qaraganda balkon qanot jinday qimmatroq tushishi mumkin, lekin sifat darajasi ancha kuchli chiqadi. Petlalari ham qora akrildan bo'lgan, 4 tadan qo'yib berganmiz. Termo ruchkalar alivit qora akrilda bo'lgan. Hattoki Graf logotiflarigacha turadi. Qulflanishi, yengil yopilishiga sabab zamogimizning xususiyati bo'ladi. Ko'p turibsizlar. Xudo xolisa, bu montajimiz o'zi asli kecha o'rnatilgan. Ayrim sabablarga ko'ra bu aynagimiz sinib qoldi. Shuni hisobiga video syomka qilmagandi. Nasib qilgan bugunga ekan tugatib video azorlarini olyapmiz. Xo'sh, agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qubbokifada muzoalashmang, Qubbokifada bo'lmaslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.